Assalomu alaykum xonimlar, hammalarning bosh vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz jupqar pechina. Onunga ketarlik materiallar: seriq may 125 gram, un shakar 125 gram, un 225 gram, tuxumdan 2 dona, bir donasini yuzini bezash uchun ishlatamiz. Bir bal qo'shiq podafin, muvaffaq miqdorda yerum. Onu mu ya pechenninki yüzünü bezash kishitimiz, yani muvaffaq miqdorda qaymoq. Endi buning ishlash jarayoni, oldi bilan mau seriq mayni, quruq bo'lgan desimiz to'kib olamiz, biroq o'xshash. O'yinki haroratida ergan mau seriq mayni mijib, dasma ichida. Mijib olgandan keyin mau unimizni 225 gram unimiz bilan mau podafini Biroq o'xshashlar, ikki qo'limiz bilan mijib toza. Seriq qum holatga kelguncha. Mana ko'rdinglarmi? Seriq may bilan mavu unimizda butunlay yeshil, sap-seriq qum holatga keldi, Endi orqadan mavu un shakarimizni un shakarimiz bilan tuxumni solamiz. Navoda mashg'ulot jarayonida xamiringlar sal bo'shib qolsa, un solsanglar bo'ladi. Mana xamirimizni yo'g'rilib bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Qo'l qattiq chaplashmaydi. Navoda xamiringlar boydidim, bu sal bo'shib qolsa, azroq un qo'shsanglar bo'ladi. Men ama tuxumim sal cho'ngib ketib ekan, unim oz bo'lib qoldi, shunga azroq un qo'shdim dedim. Mana boy xamirimizni yo'g'rib tayyor qilib oldik. Endi buni ambaliga qo'yib, yeyib olamiz. 1/2 sm qilliqda yeyib olamiz. Navoda xamirlarni ambaliga chapchib qolgandek bo'lsa, astiga azroq un chechib solsanglar bo'ldi-chi. Ma yeyish jarayonida xamirimiz yana o'xshash yerlik tutadi. Bundan hargiz ansirab ketmanglar, xonimlar. Endi bu xamirimizni yeyib bo'ldik, yeyib bo'lgandan keyin jumloq qilbimizga maşallah quyib chiqarib olsak-da. Xamirimizni qiliblar bilan kesib chiqarib oldik. O'sha yumaloq xamirlarimizni maylab tayyorlab olgan lesimizga ratlik tizib olamiz. Avaylab qolmasak bu shakli o'zgarib ketadi, xamirimiz sal yumshoqroq. Xamirimizni tayyor qilib oldik. Lesimiz silib endi yuzini tuxumning serig'i bilan, bilan serig'ini aralashtirmaymiz, faqat serig'i bilan ustini bir qat survasak bo'ladi tuxumning serig'ini. Mana mening yerdek tuxum bo'lgandan keyin shunda chiroyli chiqdi, sot seriq. Cho'qim yuziga tuxumning serig'ini tekshirib suringlar. Alla surib qo'ysanglar, pishgandan keyin bir yeri oq, bir yeri seriq chiqib qoldi, egiz bas, alla tag'i chiqib qoldi. Bu orliqda To'g'itimizni 180 gradusda 10 minut qizitib olamiz. 10 minut qizitib olgandan keyin pechenini 150 gradusda 12 minutdan 15 minutgacha pishirib olsak bo'ldi. Vaqtdek uzun bo'lib ketmasin, bu kuyib ketdi. Mana pranikimizni pishib, ham sovib tayyor bo'ldi. Bu pranikimizni cho'qim sovutimizda sovutib, andan keyin o'tirsiga qaymoq suramiz. Navoda sal qiziq ketib qaymoqlarimiz erib ketadi. Qaranglar, o'tirga qaymoqni surdik. Ma'nodan bir mayga chaplaymiz. Chaplab qo'ygandan keyin ana buning o'tirsiga, mana cho'rsiga yana qaymoq suramiz.
Görüyorlarmı? Çöğürsiga tekşi koymakni ha. Tekşi sürüp bo'lgandan keyin